Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men kentimiz, ya'ni Meniyadagi kichik bir o'rmonlikning yeniga kelib, sizlarga bir asar o'qib beray dedim. Qo'limda dangliq olimimiz, faylasuf marhum Abdushukur Muhammad Eminning Arifnoma nomli bu kitobi. Hozir o'tgan qitim o'qigan Güzellik terbiyesi ve onun rolü degan temadagi maqolaning oxirgi bölümünü o'qib berman. Xo'sh. Aldı bilan söz harakat go'zalligi. Feyrbach falsafilik ideya taraqqiyotimni izohlaydigan Uzundilar nomli asarda hayotning mohiyati hayotning ifodasidan iborat deb to'g'ri aytgan edi. İnsan ictimai mahiyetlerining ifadesi insanның ictimai münasebetlərdəki o'rnidan ibaret. İnsan qalbining ifadesi bo'lgan söz hareketini insan qalbining mahiyeti deyish mumkin. Qalb go'zalligi insonning real turmush va murakkab ijtimoiy munosabatdagi so'z go'zalligi bilan harakat go'zalligi va ularning birligida o'zining haqiqiy ifodasini topadi. Söz güzelliği estetik terbiyenin mühim bir mazmuni. Marx Nemis ideologiyasi nomli asarda til ang bilan o'xshashla uzoq tarixga ega. Til bir turlik amaliy, real angdan iborat degan edi. Bu tilning ang, ideya, qalbning saqlanishi, ifodalanish quroli ekanligining, tildan ayrilgan ang, ideya, qalbning bo'lishi mumkin emasligining eng yaxshi izohati. Feyrbach Hristiyanning Mahiyeti nomli kitobida til to'g'risida qimmatlik va ilhom baxsh ko'z qarashlarni o'tirg'a qo'ygan. U til dunyoning nuri. Til haqiqatga boshlab kiradi, sirlarni ro'shanlashtiradi. Til insoniyatga hukmronlik qilmoqda. Tangri til orqali muqaddaslashtirilgan. Til haqiqatning hayoti. Tilning nijotlik, inoqlik, iltifotlik va ozodlik qudrati bo'ladi. O'zini ifodalolmagan kishi qul. Til tarbiyasi barliq tarbiyaning asosiy uli deb yozgan. Söz go'zalligi to'g'risida dunyodagi har qaysi davlat va millatning ko'plagan hikmatlik so'zi, maqol tamsillari, she'riy iboralari bor. Ulug' mutafakkur shoir Yusuf Xos Hojibning Qutatqubilik dastoni bilan Ahmad Yuknakining Atabatul Haqoiq nomli asarida til go'zalligi bilim va qalbning vakolatchisi sifatida ko'p taraflama tilga elingan. Uningda til bilim aql ifodasi, til qalb shohidi, til baxt va xorliq sababchisi. Tilingni kes, beshing kesilmasin. Til ishik oldidagi shir. Tilning inovati rost so'zda, yolg'on so'z inovatni yo'qotadi. Ehtiyot va kamtarlik bilan so'zla. Shoir til ustozidir. Adabning beshi kam so'zlik. O'ylanib so'zlamasang, ofat teriladi. Tig' yarisi saqaydi, til yarisi saqaymaydi. Yalg'on so'z bilan keraksiz so'z yo'lni taraytidi. Qatorliq cho'nqur ma'nilik fikrlar bayon qilingan. Til go'zalligi to'g'risida bir ruboiyda mundaq tavsiya qilinadi. Ilm ikkinchi xurishdir, uning nur barqi so'z ichra. Kishining idroki qalbi bahoyi narxi so'z ichra. Ölüm gar bo'lsimi mutlaq, betoyin vaji ham vaqti, baxt parvozi berlan baxtning g'arqi so'z ichra. Yuqoriqilar so'zning yaxshi yomon bo'lishining ta'sirini, hatto yaxshi so'z urushni tinchlikqa, yomon so'z xotirjamlikni parakandichilik, hatto halokatga elib bordiganligini isbotlaydi. Söz güzelliği insan güzelliğinin yarqın, tolumu vekillik karakteri bolgan bir kısmı.
Söz güzelligi üzüksiz rivojlanib turadi. U jamiyatning rivojlanishi, jamoat fikri saviyasining rivojlanishi, axloqning rivojlanishi, shaxsning bilim saviyasining o'sishiga ergishib rivojlanib bordi. Söz güzelligining cheki yo'q. Söz güzelligi hamma uchun söz ustasi hesaplangan natiq, san'atkor, huquqshunos, diplomatlar uchunmi poyoni yo'q ilm dengizi. İnsaniyetning ma'naviy takammulligi va g'oyaviy kelgusiga qarab rivojlanishi ayni zamanda söz güzelligi jihatda borgan sari yuqori pallaga qarab rivojlanishi bilan bog'lanib ketgan. Söz güzelligi keng mazmunni o'z ichiga oladi. Söz güzelligi oldi bilan qalb güzelligini manba va chiqish nuqta qiladi. Undaq ağzıda hi qiladur ko'ngli qara xumsilar. Tili şeker, dili zahar, tili qaymoq, dili maymoq, ağzıda kulki chaqchaq, yengida xanjar pichoq. Degandek saxta söz nayringi hargizmi söz güzelligi hesaplanmaydı. Mundaq söz saxtaliqidan sagaklik bilan mudofaa ko'rish lozim. Addan boshqa söz güzelligi tekshirib tadqiq qilishni, to'g'ri fikr qilish usulini asos qiladi. Niyat durust bo'lmay, til yog'limalik qilib söz jumlalarni har qancha pardozlagan bilan anglasang qilari xush, baxsang ichi bo'sh bo'lib qoladi. Mushu ikki oldingi shart ostida yana 6 shart o'rinlanishi lozim. Bular sözning logikalik, grammatikalik, stilistikalik, retorikalik, estetikalik va etikalik, ya'ni adab axloqliq bo'lishidan iborat. Undaqda logikalik deganimiz söz orqali tafakkurni to'g'ri uyushtirish deganlik. Mantiqsiz til qanchalik tarab joblutgan bilan baribir tetiqsiz narsaga aylanib qoladi. Grammatikalik deganimiz so'zda jumlalarning qonuniyatlik, tartiblik tizilishi deganlik. So'zda jumlalardan to'g'ri foydalanmaganda so'z tushuniksiz bo'lib qoladi. Stilistikalik deganimiz tilning ifodalash unumini oshirish, tilni tilshunoslik doirasida julalantirish, uni to'g'ri, sop, aniq so'zlash deganimiz. Retoriklik deganimiz tilning qoyil qilish, ta'sirlantirish, mahliyo qilish, qo'zg'ash, natija chiqarish kuchini oshirish deganimiz. Bu notiqlik uchun to'liq zarur. Estetiklik deganimiz so'zning san'atlik, obrazlik, jonliq, rangdor, ovozliq, harakatlik, komedik, tragedik, tamsillik bo'lishini nazarda tutadi. Etikalik deganimiz söz güzelligining so'zni siliq, muloyim va kamtar qilishdan iborat bir qancha tarafini nazarda tutadi. Arablik söz güzelligining muhim mazmuni. O boshqalarni hurmatlash, boshqalarning o'zini qadrlash tuyg'usini hurmatlash asosiga qurilishi lozim. Arablik söz yana boshqalarga yo'l qo'yish, marhamat qilish, nima bo'lsa shuni shundaqla tomtoqla demaslikdek g'ayri tuzlik, g'ayri tuzsizliklik omilini o'z ichiga oladi. Mundaq bo'lmay elektronlik hisoblag'ichdek 2 ga 2 ni qo'shsa 4 bo'ladi bo'yicha udul so'zlandi ekan, ko'p holda yomon ta'sir va yomon oqibatlar kelib chiqadi. Albatta, bu prinsipni qayrab qo'yish deganlik emas, aksicha gap prinsipiga taqalganda prinsipni o'lik narsaga aylantirib qo'ymaslik deganlik. Avrishimlik go'zallikning bir xil shakli, ko'rinishi bo'lgandek, so'z go'zallikningmi bir xil tashqi ko'rinish ekanligini astin chiqarib qo'ymaslik lozim. So'zning siliqligi so'zda qo'pol va pastkash jumlalarning bo'lmasligini, uningda haqorat xarakterlik alomatlar mutlaq bo'lmasligini talab qiladi. So'zning muloyimligi so'zda boshqalar bilan o'zini
tang yoki töven tutib so'z qilish, kayfiyati qizg'in bo'lish, so'zni imkon qadar ijobiy jihatdan aniq va tuzrak, salbiy jihatdan agitib va siliqlashtiruvroq so'zlash, kishini zeriktirib qo'ymaslik, ko'ngil ayamasdan og'ziga kelganni bo'g'ziga yutmay so'zlayvermaslik, ovozini siliq, pastroq qilish, boshqalarning so'ziga qizg'in bo'lish qatorliqlarga qartilgan. Sözdeki kamtarlik so'zlayotgan kishini hurmatlash, so'zdan burun va keyin minnatdorlik bildirish, takallub qilish, samimiylikni ifodalash, so'zlik ichiga haqoburlik, manmanlik, besim va ranjitadigan so'zlarni qilmaslik, so'zni orichilamaslik, tahdid solmaslik, kamsitmaslik qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Söz go'zalligi munozara, uqishmaslikni izohlash, noma'qullik qatorliq chigich va murakkab maydonda o'zini texmi olijanoblik bilan namoyon qilishi lozim. Shuni bilish lozimki, gapda utqonlik g'alaba va shuhrat emas. Haqiqiy g'alaba go'zallikning g'alabasi, kishilar qalbini suyundirishning g'alabasi. Harakat go'zalligi, qalb go'zalligini isbotlashda so'z go'zalligiga nisbatan texmi qiyin va texmi cho'ng nopozga ega. U odam hayotining hamma tarafiga keng tutashgan. U o'lchamlik ahamiyatga ega, ammo odam moddiy va ijtimoiy vaqt va imkoniyat cheklamasi tufaylidan so'zlagan, o'ylagan, planlaganlarning ma'lum qismini o'rinlay olmaydi. Bu uning o'zi uchun armon, boshqalar uchun afsus bo'lib qoladi. Məsələ, sözləyənlərinin asasi qismini, köp qismini o'rinlash bilan birga, onunğa zid yo'nalishda bo'lmaslikda. Ağzıda bir xil, amalda bir xil, oldida bir xil, orqada bir xil, hozir bir xil, keyin bir xil bo'lish, foyda ziyon oldida chikkilanish, kishilarning manfaatiga chang selish, qarniyatlik va o'ri ko'lash xarakterlik harakatlarda bo'lish, xunuk harakat, hatto jinoiy harakat hisoblanadi. Harakat go'zalligi, qalb go'zalligi va so'z go'zalligi bilan bir butun holda odamning fazilat jihatdagi go'zalligini tashkil qiladi. Oxirgi bir tema odam go'zallikni yaratquchi. Güzellik tərbiyəsi yalğız cəmiyyətinin asasi hüceyresi bolğan adamның cismani, qalbi, söz hərəkəti cəhətdəki güzellikini yetişdiriş bilan axırlaşmaydı. Adamga xas mundaq güzellikning yetişib chiqishimi, muhit və turmuş güzelligi bilan doimlik o'zaro ta'sir və aks ta'sir jarayonida turadi. Karl Marx Feyerbach haqidagi Tezislar nomli asarda inson muhit bilan tarbiyaning mahsuli, muhitning o'zgarishi bilan inson faoliyatining bir-biriga mos kelishi faqatla amaliyot tariqasida tekshirilishi va tushunilishi lozim. İnsanning mohiyati ayrim shaxsga xos abstraktlik emas, balki ijtimoiy munosabatlarning jamiysidir. İctimai turmuş aslidan amaliy turmuşdur degan edi. U o'z fikrini inson muhitni yaratadi, o'xshashla muhit insonni yaratadi degan bir jumla so'z bilan texmi ro'shan ifodaladi. İnsaniyat tabiiy muhit go'zalligi, ijtimoiy turmush go'zalligi, turmush muhiti go'zalligi ichida yashash bilan birga yana faollik bilan güzellik qonuniyati bilan tabiatni o'zgartirish, jamiyatni o'zgartirish, turmush shaklini o'zgartirish faoliyatiga qatnashadi. Farabi falsafaning eng oxirgi maqsadi güzellik bo'yicha insoniyat jamiyatini takomillashtirishdan iborat degan ko'z qarashni ta'kidlagan edi. Feyerbach haqiqiy falsafa kitob yaratmaydi, balki insonni yaratadi degan.
Bular barlıq anlıq fəaliyyətinin, insaniyyətinin orni, onun turmuş muhitini barğanseri güzel, garmonik, mənfəətlik qılıb qayta icad qilishni maqsad qiladiganligini, barlıq vasitə mushu tüp maqsadga qartilganligini isbotlaydi. Muhit güzelligi insan hayatı ve faaliyetinin oli. İnsaniyet avlatlarının böşki, mektibi, bağçısı, cengahi, suratxanası, muzeyi ve usul sahnesinden ibaret. O ictimai muhit ve onun hemme tarafını öz içine alsın, bunun bilen çeklenmeydi. Tabiat muhiti, ösümlük, hayvanat ve insaniyetin ekologiyalik tamponlığı, tabii muhitinin bulğanmaslığı ve güzelliki, ictimai muhit güzelligiga toğradan toğra ciddi təsir görsüdü. İnsaniyet cemiyeti muhitini tabiat muhitidan ayrılgan xiyali hava şarıga esip koyuş tolum güdeklik bolup, mundaq sosyologiyalik, idealizmlik köz qaraş tüzütülüşü lazım. Məlum ki, təbii muhit özünün çəksiz orman, çimenlik, yaylaq, deniz ve tağ güzelligi bilen kişilerini muhit cəhətdiki estetik toyğuğa ega qılıpla qalmasdın, o yana kişilik hayatı, cemiyetinin mevcutluğu ve teraqqiyatı üçünmü mutlaq maddi şarait hazırlap berdi. Her xil hayvan, kuş, ösümlik, yalğız öz güzelligi bilen kişilerini məhliya qılıpla qalmasdın, ular ekologiyalik tamponluq üçünmü öz tökpüsünü qoşudu. Tabii muhitinin normal, taza ve körkemliki buzulğanda, ictimai muhit güzelligi halaket girdabığı yıqılışıdı. Bu mənidin muhitinin en ahırqı bulğunuşunu hayatının kıyameti deyiş mümkün. Estetik terbiye, tabiatını söyüş, tabiat güzelligi ve tamponluğunu qoğdaşını özünün bir məzmunu qilish lazım. İctimai muhit güzelligi aile işi sırtidagi muhit güzelligini, mahalla, koça, yezi qishlaq, maddi, ma'naviy ishlab chiqarish o'rinlari, jamoatchilik maydonlari muhit güzelligini o'z ichiga oladi. U ovoz, rang, bo'shliq va jihozlarning pokiz, ratlik, tinch, ozoda, ko'rkam bo'lishini ko'rsatadi. Faqat o'zining tashqi kiyinishi va yasanishini o'ylab, öz öy içini tüzəşdirib, cemaat meydanlarının muhitini xunuklaşdırdıgan adətlərini tənqidləb tüzəş lazım. Şunu mu izahlaş lazım ki, bir rayon, bir şəhərinin muhit güzelligi bütkül xalqның toğra rəhbərlik astıda birlikdə tirişişiga bağlıq. O şəhər quruluşu, qatnaş sistemisi, gereksiz nərslərini bir tərəf qilish sistemisi, öy, cihaza işləb çıxırışqa alaqadar çoğun xizmət. Men sel qısqartıb etay. İnsaniyyətinin estetik tuyğusunun mənbəsi bolğan obyektiv dünya çəksiz. İnsaniyyətinin güzəllikini bilişi, güzəllikini söyüşi, güzəllikə intilişi, güzellik üçün küreş qilishi çeksiz. İnsaniyet güzellikning zo'qlang'uvchisi ve bahramon bo'lg'uvchisi bo'libla qolmasdan, u yana güzellikning yaratquchisi ve gavlandirguchisi. İnsaniyetning jismoniyati, ma'naviyati, so'z harakati, muhiti, turmuş ve ishlab chiqarishida mujassam ve en oliy ifodega ega bo'lgan güzelligi moddiy dunyo güzelligi rivojlanishining eng yuqori shaklini tashkil qilgan. İnsaniyet maddi dünyanın en yuqori taraqqiyot samarasi bo'lish bilan yana güzellikning yaratquchisi. Miyada. Minib kelyapti.
Birisi atta, birisi yanada jigirab tatib olay desem ketib qoldi. İnsaniyet maddi dünyanın bir qismi bo'lish bilan go'zal. İnsaniyet maddi dünyanın eng yuqori taraqqiyot samarasi bo'lish bilan yana go'zallikning yaratquchisi. Güzellik terbiyesi insaniyetinin özünü terbiyeleşinin muhim bir terkibi kısmı. Tegidi. Maqul emse kitap o'qish munbirimizga kelgan bu asarni anglagan barliq qeyrindoshlar. Özimizni her jihatdan go'zallashtirishga tirishaylik. Maqul emse kelar qitimliq kitap o'qish programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Ayaga bir xanım kelip, o'ltirib kitap o'qishni boshladi.